Minister Benjamin Netanyahu has died at the age of 75. Officials say he passed away early this morning in Jerusalem after a brief illness. Flags across. Netanyahu'nun vefatı onaylandı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve bazı kriterler nedeniyle tüm dünyadan saklamaya çalıştıkları gerçek bugün halka açıklandı. Ciddi medya kuruluşlarından bir tanesi Netanyahu'nun öldürüldüğü ya da ağır yaralandığına dair bir bilgi paylaştı. İran attığı füzeler nedeniyle İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'nun kardeşinin vefat ettiğini biliyoruz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlarim va dindoshlarim, menga podpiska qo'ygan insonlar, mani videolarimni ko'rayotganlar va musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillar, hamisha Alloh panohida bo'linglar. Alloh har birimizga kuch-quvvat bersin. Alloh yo'ldan adashgan aka-ukalarimizga hidoyat bersin. Alloh ikki dunyo saodatini bersin barchamizga. Aziz vatandoshlarim va dindoshlarim va mani podpischilarim, menga salom berayotganlar, barchalaringizga va alaykum assalom. Mani qo'llayotganlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. O'ylagan har bir yaxshi niyatlaringizga Alloh o'zi erishtirsin. Bugungi xursandchilik butun dunyo musulmon ahlini xursandchiligi desa ham bo'ladi. Va nihoyat Amerika e'lon qildi, Netanyahuni o'ldi degan xabar chiqdi. Endi bular bittasi o'lsa yana bittasi chiqaveradi, bittasi o'lsa bittasi chiqaveradi. Bular Alloh buyuk, Alloh qodir. Bular hali ham ko'zini ochmaydi. Alloh ko'rsatib beradi. Bu dunyo 5 kunlik dunyo. Zo'ri ham o'ladi, ochi ham o'ladi, boyi ham o'ladi, kambag'ali ham o'ladi. Manaman degan o'sha Isroildagi hozirgi qonxo'r Netanyahu ham o'ldi. Alloh shu kunda yozibdi, mana o'ldi. Bundan keyin yana shunaqa zolimlar chiqsa, uzoq o'ylagan ishlarini amalga oshirisha olmasin. Shunaqa bo'lib Alloh ularga kifoya qilaversin. Bunday yovuz insonlar Allohga shukr. O'zi ham Ramazon oyida juda ko'pchilik duo qilgan edi. O'lganda ham xo'rlanib o'ldi shekilli deb o'ylayman. Bombani tayda qolib, o'ligi ham bir uy bosib, bir xo'rlanib, bir menimcha o'ligini ham titib yurib olishdi shekilli. Bundan battar xo'rlanish bo'lmasa kerak. Bu hozirgi Isroilda yashayotgan yevreylar ko'zlarini ochishmasmikin shu ko'rishib. Bular eskitdan ochmaydi, bularga qancha mo'jizalar ko'rsa ham bular ko'zini ochmagan. Tavba qildim. Bundan keyin chiqadigan ham bundan battar iloyim xo'rlanib o'lsin. Hozirda Falastinda yashaydigan bir palatkada yashaydigan insonlarda bu yahudlar, Isroilda yahudlar ko'p kirib uryapti, qiynashyapti, juda ko'pini urib pachaqlab tashlashyapti bu eshaklar. Astag'firulloh. Shu videolar ham chiqib qolyapti. Bu videoni qo'ya olmayman chunki blokka tiqib qo'yishadi. Bu eshaklar o'spirin bolalar o'tib yahud yevreylar, o'sha hozirgi Isroilda yashaydiganlar Falastinga o'tishib, hali uy yo'q-da hozir. Falastinliklarda uy yo'q, palatka tikib yashashyapti. Shu joyda ham palatkasini buzishib, o'zlarini urishib, ashuna qilib xotinlar bolasini urib shunaqa qilishyapti. Iloyim bularga ham Alloh kifoya qilsin, Alloh jazosini bersin bularga ham. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa xushxabar eshitganlar musulmon ahliga juda ham yaxshi xushxabar deb o'ylayman. Alloh bundan keyingi chiqadigan mana shunaqa zolimlarga o'zi kifoya qilsin.
tan jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar vatandoshlar, salomat bo'linglar.